Dollari borlarga tezkor xabar. O'zbekistonda dushanba kunidan boshlab dollar va yevro va rubl kursida jiddiy o'zgarish bo'ladi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. O'zbekiston va jahonda sodir bo'layotgan eng so'nggi va dolzarb xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosganlar videorolik oxirida 15 ming so'm egasi bo'lasiz. Diqqat qiling, Markaziy bank xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan 27-iyul kuni amalda bo'ladigan yangi qiymatini belgiladi. Unga ko'ra, rubl kursi 0.12 so'mga ko'tarilib 153.78 so'mni tashkil etdi. Yevro kursi 122.1 so'mga tushib 13.689 so'm bo'ldi. AQSh dollarining kursi 82.76 so'mga pastlab 12.019 so'mni tashkil etdi, deyiladi xabarda.